Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan 6 etajli domning 0 etajda joylashgan kvartiramiz sotiladi. Buni kredit asosida olishliklaring mumkin va subsidiyasi chiqqan hurmatli mijozlarimiz ham subsidiya asosida olishligiga ham mumkin. Narx-navoga keladigan bo'lsak, albatta narx-navolari kelishilgan holatda arzon narxlarda kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan real ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklaring mumkin. Bu videoni ko'plab qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Sizlarga qisqachagina video obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu kirish qismimiz. Kirganimizda albatta uzungina koridor. Koridordan o'ng tarafga kirganimizda bitta umumiy sanuzel va bitta bu joyda bitta oshxonamiz mavjud. Bu joyda bitta oshxonamiz bo'ladi va oshxonamizning oldida bitta mehmonxona qismimiz bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda bitta kattagina, kenggina mehmonxona qismimiz mavjud. Albatta kredit asosida yoki subsidiya asosida olishga xarid qilishliklaring mumkin. Bu joyda bitta mehmonxonamizning yonida bo'lsa bitta bolalar xonasi mavjud. Bolalar xonasini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda bitta bolalar xonasi mavjud. Albatta balandligi o'ziga yarasha balandligida bu joylarimizni bemalol xonadon qilib yashashligimiz mumkin. Bu joyda bitta bolalar qismi va bolalar qismining koridordan kirganimizda ro'parasida kattalar yotoqxonamiz mavjud. Albatta bu kattalar yotoqxonasining ichida ham dushovoy отдельный kattalar yotoqxonasining ichida ham bu joyda kattalar yotoqxonasi. Do'stlar, bu videoni ko'plab shu qidirib yurgan tanishlaringga, do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Kimlardir shu uyni qidirib topolmay turgan bo'lishligi mumkin. Siz tufayli birodar yaqin insoningiz xonadonlik bo'lib qolishiga sabab bo'lishingiz mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ko'ra obzorlar berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.